Qo'yimizni tuqqan qo'zichog'ini bosib olgan. Oyoqlari ishlamayapti, oyoqlari yurmayapti. Bugun kechqurun qo'yimizni tuqqan, yarim kechasi tug'gan, biz bilmaganmiz. Ham kun sovuq bo'lgan. Qo'yxonani oyoq taraflari ochiq bo'lgan, ham taxtalarning orasi ochiq bo'lgan. Qo'yimizni qo'zichog'i oyog'i taxtaning orasiga kirib qolgan, ham plus onasi bosib olgan. Xullas oyoqchalari ishlamay qolgan, ertalabgacha qo'yimizni muzlab qolgan qo'zichog'imizni. Juda ham mazasi yo'q edi. Qaynatamlar nima qilamiz deb quyoshga qo'ygan ekanlar. Ichkariga olib kira qolaylik. Issiq vannaga solib cho'miltirib beraman. Balkim yaxshi bo'lib qolar issiq vannaga solsak dedim. Vannada ham quyi solib cho'miltirarkanmi demanglar. Bu oddiy buyum, yaxshilab tozalab, sredstvalar bilan yana oppoqroq qo'ysa bo'ladi. Lekin men qo'y bolasiga juda ham achinib ketdim. O'zim jonivorlarni rosa ham yaxshi ko'raman. O'shanga irkanmasdan, jirkanmasdan yaxshilab shampullab, hamma iflos bo'lgan joylarini top-tozalab yuvib, o'zim qo'ynim joyiga tushdi. Chunki issiq vannaga tushgandan keyin qo'zichog'ni qaltiravotganlari ham ketdi, rosa ham qaltiravotdi. Ancha mazasi yo'q edi. Shunaqa qilib yaxshilab cho'miltirib olib, ustlarini artib oldim. Keyin o'zim uydan fen olib chiqqan edim. Sirazi suv qotib qolmasin deb fillab hamma joyini quruq qilib quritib oldim. Cho'miltirganim o'zida qo'y sirazi o'ziga keldi. Ko'zlari ochilib, sal tetiklashdi suvga tushgandan keyin. Issiq, menimcha issiq yoqdi, chunki kechasi bilan yarim kechasi tug'ilgan, qolib ketgan sovuqda. O'shanga hamma joylarini quruq qilib quritib, emmagan keyin tug'ilgan sohada emmagan, onasi bosmagan, ham o'zi tura olmagan, o'zini ko'tara olmagan. Biz bexabar bo'lganmiz. Ertalab turganda xo'jayinni ko'rib qoldilar va qo'y tug'ibdi dedilar. Baramas ikkita qo'yimizni tuqqan. O'tda qo'ylar ko'p, 10 tadan oshiq qo'y bor. Oyoq ostida qolib ketgan qo'zichoq. O'shanga ancha mazasi qochib qolgan. Onasi bosganmi, boshqa qo'ylar bosmaganmi? O'shanga ham jonivorga rahmim kelib ketdi. Shunga o'zim yaxshilab hamma joylarini top-toza qilib, axlatlarini, kakashkalarini yuvib, tozalab, fenda o'zim quruq qilib hamma joylarini quritib qo'yib, keyin shunaqa qilib bitta qizimga pampersini olib chiqdim deb taqib qo'ydim. Faqat o'ziga kelgungacha mana shu yotib tursin deb. Keyin magazinga chiqib, qo'zichog'imiz uchun bitta sut oldim, butilka oldim. Keyin uyga olib keldim deb isitib, qo'zichog'imizga sut ichirib qo'ydim. Ancha o'ziga kelib qoldi. Birinchi ichishi bilmadi, chunki onasini ham emmagan, hali bilmaydi. O'zim shunaqa qilib og'zida bosib birinchi sut nimaligini bildirib, og'zi yoqishni boshlagandan keyin o'zi ichishi boshladi, chunki sut ichib ozgina tanasiga kirgandan keyin sal jonlanadi, o'ziga kelib qoladi dedim. Keyin Xudoga shukr, mana qo'zichog'imiz yaxshi bo'lib qoldi. Boshini ko'tardi. Boshini ham ko'tara olmayotdi. Mana boshini ko'tardi. Endi ko'ramiz ertalabgacha agar yaxshi bo'lib qolsa, onasini oldiga qo'yamiz. Ertaga videoni davomini qo'yaman. Ikkinchi kichkina qo'zichog'imizni ham ko'rsataman. Mana bizning qo'zichog'imiz.